Tezkor xabar: O'zgidromet o'zbekistonliklarni 8-9 aprel kunlari tabiiy ofatdan ogohlantirdi. Azizlar, ushbu xabar boshqa yurtdoshlarimizga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosing va talofatlarni oldini olishga harakat qiling. Joriy yilning 8-9 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shaxsabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyati Sarosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida. Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida. Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida. Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar va tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan deyilgan xabarda.